Demak, bugungi mavzumizda kontakt yo'li bilan yuqadigan yuqumli kasalliklar haqida gaplashiladi. Umumiy olganda, yuqumli kasalliklarning eng xavfli guruhdagi infeksiyalari bu o'sha kontakt yo'li bilan yuqadigan infeksiyalar bo'lib hisoblanadi. Ular orasida eng ko'p tarqalganlardan biri bu gepatit B, C turi bo'lib hisoblanadigan bo'lsa, undan keyin eng xavflilaridan biri bu masalan spid kasalligi. Yana o'ta xavfli yuqumli kasalliklar toifasiga kiradigan quturish kasalligi ham bu kontakt yo'li bilan yuqadigan infeksiyalar toifasiga kiradi. Kontakt yo'li bilan yuqadigan infeksiyalar asosan ikkita toifaga ajraladi. Birinchisi bilvosita, ikkinchisi bevosita. Bevosita yuqadigan kontakt yo'li bilan yuqadigan infeksiyalar bu to'g'ridan to'g'ri kontakt bo'lganda yuqadigan kasalliklarga aytiladi. Ya'ni odatiy hech narsa qatnashmasdan to'g'ridan to'g'ri odamdan odamga yoki hayvondan odamga yuqadigan infeksiyalar. Masalan, quturish kasalligi yuqishi mumkin. Ya'ni quturgan hayvonlarni to'g'ridan to'g'ri odamni tishlash oqibatida bu to'g'ridan to'g'ri kontakt yo'li bo'lib hisoblanadi. Yana jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar bor odamdan odamga, ya'ni suzak, gonoreya kasalliklari yoki to'rch infeksiyalari bo'lishi mumkin. Odamdan odamga to'g'ridan to'g'ri jinsiy aloqa orqali yuqadigan infeksiyalar bo'lib hisoblanadi. Kontakt yo'li bilan bilvosita, ya'ni to'g'ri emas yuqish yo'liga kiradigan infeksiyalar, bular ham xuddi shu infeksiyalar bo'lishi mumkin. Bu yuqish yo'li lekin undan farqli. Ya'ni bu ko'pincha tibbiyot anjomlarini to'g'ri serillamaslik, kosmetologiyada foydalaniladigan asbob anjomlar, masalan, teri butunligi buziladigan nina, kesish yoki boshqa muolajalar bo'ladigan vaqtida bir bemorga ishlatilgan yoki bir mijozga ishlatilgan anjomimizni yoki kesuvchi apparatimizni boshqa bemorga serillamasdan ishlatishimiz oqibatida biz kasallikni yuqtirishimiz mumkin. Ya'ni orada nimadir qatnashishi bu bilvosita yuqish yo'li deyiladi. Masalan, bu yerda yuqtiruvchi omil instrument bo'lishi mumkin, qon bo'lishi mumkin yoki organ ko'chirib o'tkazilishi, ya'ni transplantatsiya jarayonida ham e, bilvosita yuqish yo'liga e, kiruvchi bo'lishi mumkin. Masalan, bilvosita yuqish yo'lida eng asosiy infeksiyalardan biri gepatit B, C bo'lib hisoblanadi. Undan keyin spid kasalliklari bu eng asosiy o'rinlarni tutadigan infeksiyalar bo'lib hisoblanadi. Bular haqida gap ketgan vaqtida aytishimiz kerak, eng xavfli guruhdagi kasb vakillari deyiladi. Bular xirurglar, ya'ni tibbiyot xodimlari, xirurglar, ginekologlar, laboratoriyada ishlovchi xodimlar, undan keyin bu yoqda kosmetologlarni aytishimiz mumkin. Sababi bular tibbiy muolajalar vaqtida biomateriallar bilan, ya'ni odamdan olingan qon, najas yoki shunga o'xshash, masalan, laboratoriya sharoitida sperma, qin suyuqliklardan tekshirib olinib, bu kontakt bo'lib qolishi ehtimoli bor. Masalan, kosmetologik sharoitda ham bo'lishi mumkin. Agar mijozga xizmat ko'rsatgandan keyin o'tkir tig'li jismlarni ustimizga yoki qo'limizga sanchib olishimiz ham bu xavfli omillardan biri bo'lib hisoblanadi. Mana shu darsda o'tilayotgan vaqtida eng birinchi marta maqsad qilib qo'yiladigan narsa bu tibbiy xodimning yoki o'sha kosmetologik xonalarda xizmat ko'rsatadigan xodimning birinchi navbatda o'zining xavfsizligini ta'minlash bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bu kasalliklarni yuqish yo'lini bilsak, biz uni oldini olish yo'lini ham bilishimiz mumkin. Tak, bugungi mavzuda ko'riladigan narsamiz yuqtiriladiganning, ya'ni kontakt yo'li bilan yuqadigan yuqumli kasalliklar, bakterial infeksiyalar yuqishning, virusli infeksiyalar bo'lishi mumkin, yiringli yallig'lanish bilan kechadigan kontakt yo'li bilan yuqadigan infeksiyalar, masalan, bular nimalar bo'lishi mumkin? Sifilis, gonoreya bo'lishi mumkin, ya'ni suzak bo'lishi mumkin. Bular ham masalan yiringli yallig'lanish, ya'ni yiringli ajralmalar bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Onkogen viruslar bo'lishi mumkin, ya'ni onkologik kasalliklarda olib keladigan viruslar ham bo'lishi mumkin. Prionlar haqida ham gaplar ketadi bu mavzumizda. Yuqish yo'li, demak, bu yuqish mexanizmi to'g'ridan to'g'ri kontakt, ya'ni odamdan odamga maishiy muloqot yo'li orqali yuqadigan infeksiyalar hisoblanadi.
etiologiyasi bo'yicha umumiy olgan vaqtida birinchi gepatitlar haqida gaplashadigan bo'lsak, gepatitni beshta turi bor. Ya'ni bu lotin harflarining bosh harflari bilan belgilanadi. A, B, C, D, E turlari bo'lib hisoblanadi. Bir turi bor, masalan, A emas, E emas deydi, u J yoki G turi deb aytiladi. Ba'zi vaqtlarda bo'lishi mumkin mix gepatitlar deydi, ya'ni bir nechta gepatit bir-biriga ustma-ust odamda uchrab qolishi mumkin. Masalan, gepatit B bilan D turi hamma vaqt, ya'ni ko'pincha birga kelishi ehtimoli bor. Bu mix gepatitga kirishi mumkin. Bizlar hozirgi mavzumizda aytadigan infeksiyalar, ya'ni gepatitlar orasida B, C, D turi haqida gaplashiladi. A bilan E bu kontakt yo'li bilan yuqmaydi. U asosan og'iz orqali, ya'ni alimentariy yo'l bilan yuqadi. Gepatit B DNK tutuvchi virus bo'lib hisoblanadi. Virusning umumiy diametri 42-45 nanometr bo'lishi mumkin. Bu yerda antigenlari bor, ya'ni bu mana shu antigenlari diagnoz qo'ygan vaqtimizda, ya'ni qon olgan vaqtimizda qon tahlilidagi mana shu antigenlarning tuzilishiga yoki bor yo'qligiga qarab turib diagnoz qo'yishda juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Masalan, HBS antigeni bo'lishi mumkin, HBS antigeni bo'lishi mumkin, HBE antigeni bo'lishi mumkin. Bu marker deb ham aytiladi, ya'ni gepatit B ga diagnoz qo'ygani juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Gepatit B virusi tashqi muhitga juda ham chidamli. Ya'ni u qonda, spermada, ona sutida yoki boshqa suyuqliklarda uzoq muddat saqlanishi mumkin. Xona haroratida agar qoladigan bo'lsa, 3 oygacha saqlanishi mumkin. Agar uni biz muzlatib qo'yadigan bo'lsak, 6 oygacha saqlanishi mumkin. Quritilgan plazmada, ya'ni qonning plazmasida nima deydi, 25 yillab saqlanishi mumkin. Agar muzlatadigan bo'lsak, 15-20 yillab saqlanishi mumkin. Yetarli muddatda agar 30 minut qaynatilsa, bu virus o'lishi mumkin, faolligi kamayishi mumkin, xloramin ta'siriga 1-2 foizliga yoki 2 soatda ta'sir qilishi mumkin. Agar avtoklav qilgan vaqtimizda, ya'ni instrumentlarni sterilizatsiya qilganni o'zida ham, ya'ni 120 gradusdan yuqori haroratda qizdirsak, bosim ta'sir qildirsak, u vaqtda 5 soatdan keyin, 5 minutdan keyingina nobud bo'lishi mumkin. Agar faqat quruq issiqligini sushilkada, ya'ni quritish shkaflarda sterilizatsiya qilmoqchi bo'lsak, 160 gradusgacha qizdirib va 2 soatdan keyingina bu virus o'zini aktivligini yo'qotib o'lishi mumkin. Demak, bundan ma'lum bo'lib turibdiki, bu juda ham tashqi muhitga chidamli virus hisoblanadi. Gepatit C qobiq bilan o'ralgan yumaloq shakldagi mayda virus bo'lib hisoblanadi. Diametri gepatit B diametriga qaraganda undan kattaroq, ya'ni 50 nanometr bo'ladi. RNK saqlovchi virus hisoblanadi. Virusning 30 dan ortiq genotipi ma'lum. Gepatit D virusi tashqi muhit, na tashqi, na ichki qobiqqa ega. U ko'pincha gepatit B virusiga devoriga yopishgan holatda bo'ladi. O'shaning uchun ham aytyapman, boya gepatit B bilan kasallangan odamda gepatit D virusi aniqlanish ehtimoli bor. Yordamchi virus rolini, demak, gepatit B o'ynash ahamiyatli kasb etadi. Endi boyaga aytganimiz gepatit A emas, E emas, ya'ni gepatitning G turi deb aytiladi. Ba'zi adabiyotlarda mana shu virus turi ham bor, lekin bu haqida hali qanaqa yo'l bilan yuqishi, qanaqa klinik belgilar bilan ketishi va uni oldini olish qanaqaligi haqida tushunchalar yo'q. Gepatit Cni oldini olish uchun faqatgina sterilizatsiyaga amal qilish kerak, tartibsiz jinsiy aloqadan saqlanish kerak bo'ladi. Gepatit B'ni oldini olish uchun bu vaksinalar orqali amalga oshirilishi mumkin. Ya'ni tug'ilgan kunida eng birinchi vaksina bu virusli gepatit B'ga qarshi amalga oshiriladi. Undan keyin 2-3-4 oyliklarda amalga oshiriladi. Keyin rejadan tashqari emlash amalga oshirilishi mumkin. Bu kasb kasalliklarda, masalan, kosmetologlarda, xirurglar yoki o'sha qon bilan ishlashi mumkin bo'lgan odamlarda gepatit B'ga qarshi rejadan tashqari emlash amalga oshiriladi. Sababi bular xavf guruhidagi odamlar hisoblanadi. Epidemiologiyasi bo'yicha asosiy yuqish yo'li bu qon yoki boshqa narsa bo'lgandan keyin bu yerda asosiy kasallik manbai bu qon bo'lib hisoblanadi. Odam bo'lib hisoblanadi. Ya'ni odamdan chiqadigan qon, sperma, eng ko'p virusning miqdori bu qonda va spermada bo'ladi va qin suyuqligida bo'ladi. Agar ona gepatit B yoki C bilan kasallangan bo'lsa, bolasini emizish vaqtida ona suti orqali ham bolada kasallanish kuzatilishi mumkin. Kasallikning o'tkir va surunkali shakllari bo'lishi mumkin. Surunkali shakli 6 oydan uzoq vaqt davom etadigan bo'lsa, bu surunkali shaklga o'tadi. O'tkir davri bu 6 oygacha bo'lgan vaqtda davom etadi. Lekin gepatit B bilan C
deyarli 90% holatda surunkali shakllarda kechadi. Ko'pchilik holatda gepatit B bilan C'ni kasallangan odamlar o'zini qayerdan yuqtirgan yoki qachon kasallanganligini bilmasdan, buni to'satdangina bilib qolishi mumkin. Ya'ni tibbiy ko'rikdan o'tish vaqtida yoki kimgadir donor sifatida qon topshirish vaqtida yoki shunga o'xshash vaqtlarda bilib qolish ehtimoli bor. Sababi bu kasallik juda ham uzoq muddat yashirin muddatga ega, ya'ni yashirin inkubatsiya davri juda ham uzoq bo'ladi. O'shaning uchun odamda hech qanaqa klinik belgilar bo'lmasligi mumkin. Kasallikni yuqtiruvchi omili judayam kam miqdordagi qon, ya'ni e, qonning 0,0005 millilitrdagi qon ham odamga yuqtiruvchi omil sifatida qaralishi mumkin. Ya'ni bu degani ninaning uchida qolib ketgan qonni o'zi ham odamdan odamga infeksiyani yuqtiruvchi omil sifatida qaraladi. Demak, bu judayam yuqumli kasallik hisoblanadi. Asosiy xavfdagilar, ya'ni bu yuqish yo'llari qon, jinsiy aloqa, onadan bolaga yuqish ehtimoli ham bor. Ya'ni bola yo'ldoshining funksiyasi buzilsa yoki nimadir patologiya bo'lgan vaqtida onadan bolaga bola yo'ldoshi orqali ham o'tishi mumkin. Endi mana shu holatlari bor. Ya'ni pastdagi rasmni e'tibor bersanglar, mana shu rasmga e'tibor bersangiz, tatuirovka, manikyur, pedikyur deydi yoki kosmetologik muolajalar o'tkazilgan vaqtida teri butunligi buzilib qon chiqadigan muolajalar o'tkazilgan vaqtida bu kasallik yuqish ehtimoli bor. Yana xavfli guruhdagi odamlar bor, bu giyohvandlar bo'lib hisoblanadi. Ya'ni shpritslarni bir-birida masalan olib, masalan ularda giyohvand moddani qabul qilsa bo'ldi, hech qanaqa ularda tushuncha yo'qki va bu nima deydi? Shpritsni sterilizatsiya qilishimiz kerak yoki toza shprits foydalansak kerak degan narsani tushunchani o'zi yo'q. Demak, o'shalar orasida bu kasallik juda ham ko'p tarqaladi. Yana bitta guruhdagi odamlar bor, hozir bu yerda rasmda ko'rsatilmagan. Nima deydi? Yengil tabiat qizlar deymizmi yoki tartibsiz jinsiy aloqada bo'ladigan qizlar yoki bolalar bu kasallikka juda ham chalinuvchan hisoblanadi. Kasallanganlarni toifasida masalan 80% yoki 70% holatda erkaklar ko'proq kasallikni yuqtiradi va oilasiga yuqtirish holatlari ko'proq uchraydi. Mana qaysi shu hududlarda ko'p miqdorda bo'lishi. Undan keyingisi jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar. Bu jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar ichida eng asosiylardan biri bu oqish treponema, ya'ni sifilis kasalligi bo'lib hisoblanadi. Bu to'g'ridan to'g'ri jinsiy aloqa orqali yuqadigan kasallik hisoblanadi va onadan bolaga yuqish holati uchraydi. Agar onada jinsiy yo'llarida treponema, pallidum bakteriyalari uchraydigan bo'lsa, tug'ish vaqtida shilliq qavatlarga tushadigan bo'lsa, tug'ma sifilis uchrashi mumkin. Bu vaqtda bolada ko'z shilliq qavatlarning yallig'lanishi, terida toshmalar yoki og'iz atrofida yaralar kuzatilishi mumkin. Terida toshmalar, penetratsiya, uzoq muddat saqlanish, ya'ni kasallik qo'zg'atuvchining odam organizmiga kirgandan keyin immunitetni susaytirishi